Mana bu odam yutib oldi va hozir beramiz. Xo'sh, qayerdan beradi? Shopga kirib, gift va shuningdek yozamiz. Mana chiqdi. Endi ko'rishlar mumkin, beryapman, yolg'on emas. Sizlar yozib qoldirsanglar, sizlarga ham bergan bo'lardim. Xullas, mana ketdi. Berdim, bo'ldi. Yo'q, men salom do'stlar, sizlar bilan Kuroxplay. Hozir ko'rganinglarda 3x Redmi egasi topildi va nihoyat. Va unga berdim. Sizlar yozib qoldirmadinglar, shuning uchun Telegram chatdan topishga qaror qildim. 3x Redmi va nihoyat berildi. Sizlarga aytgan ishimni qildim va men endi 9x Redmi ni ham berishga harakat qilaman. Kimdirga kommentariyaga nominglar yozib qoldiringlar, sizlarga ham beraman, balki aynan sizga berarman. Xullas. Yo'q, yaxshi. Va mana bu haligida bug bo'ldi. Yo'q, yana bug bo'lyapti, desmasam. Qaranglar. Yurmayapti просто. Yurmay qoldi. Voy. Kelmayapti bu yerga. Bu pol shekilli xabarni. Va bu juda ham qotyapti o'yin menda nimagadir mana shu Bivino'da xaritasida загрузка bo'lmay qolyapti tugmalar. Trail oldim yangi. Kanadanikini 500 ming tangaga, bu yerda wins emas tanga aytgancha coin berdi. Yo'q, o'ldim shekilli. O'ldim. Afsuski o'ldim yana. Hoppa. Xullas. Atga 50 ming coin qoldi va tailni olib qo'ydim men va mana buni qaranglar. Jot bitta aurali emotsiya qo'ydim. O'z videoni shu bilan boshlamoqchi edim, esimdan chiqib qolibdi hamma. Xo'sh, o'taman. Yo'q, qotyapti, juda ham qotyapti. Hamma to'g'rilandi. Oxiriga borib ko'raman, sababi bugni zo'rlashdimi yoki yo'q. Shuni bilib olishim kerak men. Yo'q, afsuski yana. Hoppa. 3 soatdan keyin yana konsert bor ekan. Men birorta konsertni o'tkazib yuborganim yo'q desam adashgan bo'laman. Kecha umuman konsertga kirmadim. To'g'ri, bir marta kirdim. Yaxshi. Short chiqarganimga aynan 24 soatdan o'tib qoldi. Ozgina o'tdi, 24 soatdan. Sizlarnikilarni yozib qoldirmadinglar baribir, shuning uchun aytganimdek chatdan olishga majbur. Chatdan olishga majbur bo'ldim. Nima bo'ldi hozir? Nechesini bu? Sразу o'ttirib turib. Mayli. Va endi yana bugni ko'rishim kerak. Oxiriga nima bo'lyapti? Botmanmi men? Ochil yaxshi. Xo'sh, o'tamiz. Shuni o'tolmayapman. O'tolmadim hozir. Nimaga? Yaxshi ozgina qoldi. Juda ham oz qoldi. Va men tezligim ko'rishlar mumkin max 300 speed. Va ana u qizil parkur 13-mi, 14-stagemida. Xullas, bu 11-stage bo'lsa 12, 13-stagedan 300 speedda o'tish biroz noqulay, sababi juda ham tez bo'lib ketaman. Juda ham tezman hozir men. Shuning uchun o'ta olmayapman. Mana shu 13-stagedan, mana 13-stage. Shuning uchun buni men hozir 250 qilmoqchiman. 250 qilsam menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'sh, qani? Bo'lmaskan. Abbo. Yaxshi, hamada.
ulgurmadim. Ulgurmayman hozircha bu narsani yurdim. Aytdimku. Yo, yürü. Az yine kaldı. Ve bizde Fame Toks'da o'tgan videoda yetishdi, konsertda kecha ko'tarib oldim. Kecha emas, bugun soat 1da. Adashmasam 1 yoki 1:30da. Kechqurun. O'zim men kecha 1da soat stream qilmoqchi edim. 10 qaranglar. Endi nima? Bunga ham tushunmay qolibdi hamala. O'tmaymiz endi bundan. Xo'sh, bu yerda kim bor? Masalan, xo'sh, mini arab Viktor. Katta ehtimol bilan mana shu o'zbek. Hamal. Hozir biz snaryadi o'zbek to'g'risida treadmill beramiz yana qaranglar. Iyi. Xo'sh. Ikkinchi dunyoga o'tamiz. Ikkinchi dunyoda o'zbeklar bo'lsa treadmillda shunday berib yuboraman. Bo'lsa bermayman. Men stream qilmoqchi edim, aytganimdek, lekin muammo bo'ldi. OBS bilan shuning uchun stream qila olmadim. Xo'sh, qani? O'zbeklar bormi? Iye. Qanaqa bunga? Ya, bratimiz bor ekan. Treadmill bilgan brat. Shohruz K 214. Hozir durustgacha emas, olsa beramiz. Olmasa shu bratga bering keldi, oldi. Yaxshi. Xo'sh, Shohruz K 214. Xo'sh. Aytganimdek, men yana bitta treadmill beryapman. Sababi men 5 ta odamga degandim. Lekin bitta odamga berdim. Shohruz K to'lamadimi? Ha, bu to'landi. Shohruz K 214. Ana chiqadimi? Ha, chiqdi. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Men yana bitta beryapman. O'ylab o'tirmasdan. Katta bratimizga addushi. Buroqansiz. Ha, brat, yaxshimisiz? Qalay? O'zbeklardan. Brat, sразу bor tekshiryapti. Berdim, yo'qmi deb. O'zbeklar xursand bo'lsa bo'ldi bizga. Bo'ldi. Aytganim bajardim men. Yana bitta odamga berdim. Naqd. Brat xursand. Mayli. 2015 ekan bu. Mayli. Hurmati bor aka deb ko'ramiz. Ancha katta bo'lsa ham. Mayli. Xullas, yana bitta o'zbekka men berdim, yana bitta treadmill, 3x lik treadmilldan. Like bosish esdan chiqmasin. Sizlarga ham beraman albatta. Men aldayotganim yo'q. Teleport to concert deyapti. 3 soatdan keyin bo'ladi konsert jinni. Iye. Ana. Dunyo, hamala. O'tkazmayapti, o'ldik ekanmiz. Nimadir bo'lib, ikki olaman meni yomon ko'rib qopti. Ha. Masalan, hozir ko'ramiz. Bunda mendan kuchlilari tiqilyapti menimcha. Xo'sh. Ko'rinmayapti menga. Shohruz and Agana 1. Ha, mana Adik mendan kuchli, mendan yaxshi kuchaygan ekan. Yo'q, mana brat shunchaki o'xshayapti. Kim bu?
Keyin Ogi degan bratimiz. Mayli. Saharuk. Dejon. Shu ham o'zbekka o'xshab ko'rinyapti, lekin o'zbeklar bunaqa kich kiyim kiymidi o'zbeklar adashmasam. Ko'rishinglar mumkin. Normal kiyim kiyish kerak o'zbeklar. Lekin o'z tabiga qarab kiyadi. Men buyruq bera olmayman ularga. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi Shahruz 2015 Agana Dejon. Ha, bu brat sakrayapti. Yo. Gapiryapti bizga. Mana eshitamiz. Brat, yaxshimisiz? Voy, eshitib bo'lmayapti bu bratni. Sizni eshita olmayapman hozir. Eshitib bo'lmayapti-ku, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Men muammoni qayerdaligini bilaman. Mana bu yerda muammo. Bo'ldi. Ko'tarib qo'yamiz. Nega ko'tarilmayapti? Ha, bo'ldi. Endi eshityapman. Gapiring. Nima deysiz? Meni qo'shib qo'ying. Xo'sh, Druzamda borsiz-ku? Bormanmi? Ha, borsiz. Ha. Xursandmisiz? Ha. Umuman tetmaganman-da. Rahmat. Savolim bor, bizga obuna bo'lganmisiz? YouTube'da. Nima deb chiqadi edingiz? Kurox Play deb chiqadi. Yozsiz 10 ta obunachim bor. Hozir yozib ko'r. Nima degan edingiz? Kurox Play. Ha, hozir. Xo'sh do'stlar, hozir tugatamiz videoni. Xullas, bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Iltimos, sababi biz yoz oxirigacha aytganimdek 100 ta bo'lishimiz kerak yoki 1000 ta bo'lishimiz kerak. Paddishi kutib qolaman sizlardan, addushi do'stlar, va sizlarga ham shunaqa tredmillarni tarqataman, ko'rishinglar mumkin. 2 ta odamga tarqatdim hozir, yana 3 ta odam bor. Yana 3 ta odamga shunday berib yuboraman tredmillarni. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyaga nomingizni va challenge yozib qoldiring.